Akalar, avariyli holatdagi Malibu XL avtomobilni sotib oldik. Ko'rishinglar mumkin, mashinamiz avariyli holatda. Oldin o'rdasi bilan bordyurga urilgan va o'ng tomonga yon boshlagan. Ko'rishinglar mumkin, oldin laboy singan, laboy stoykalar qiysaygan va tomga valna berib yuborgan. Asosiy udari oldin o'rdasida ikkita krilo, kapot, fara, bamper, lanjirollarga udar bo'lgan. Oldi kapotlari ham pachoq bo'lib yotibdi. Motori butun, korobkani kirishkasi singan. Bu tomon oldi krilosida ham udari bor, oldi eshigi but-butun qolgan. Salon holatlarini ko'ramiz. Salonda airbaglari otgan, lekin mashina juda ham chiroyli mashina ekan. Orqa eshigi ham tirnalgan va karniziga udar bo'lgan. Orqa krilochasida ham kichkinagina udari bor. Bu yonlari juda ham chiroyli turibdi. Bu mashinamiz yil 2023-yil 40 ming kilometr masofani bosib o'tgan Malibu XL avtomobilini mana shu holatda sotib olganmiz. Xullas akalar, butun O'zbekiston bo'ylab, vodiy voha bo'ylab shunaqa pachoq mashinalar sotib olamiz. Pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Yaxshi narxlarda avariyli mashinalarni butun O'zbekiston bo'ylab borib olib ketamiz. Malibu XL'imizga o'zingizlar kommentariyada izohlab qoldiringlar. Qanaqa urilgan akalar? Xullas akalar, bemalol murojaat qilasizlar, charchamanglar.